Boshqa mavzuga o'tamiz, Muhammad Saloh mavzusiga. Mana shu futbolda uchrab turadigan holat. Bu endi Realda ham bo'lyapti, qisman boshqacharoq ko'rinishda. Vinicius bilan bo'lgan Alonso yoki bir necha futbolchilar bilan bo'lgan. Undan avvalgi mana qancha futbol ko'rsak, ko'p bo'lgan bunaqa narsalar, chiqishmovchilik va kimdir ketadi oqibatda. Yo murabbiy yoki futbolchi. Eng kattasi o'sha Ronaldo bilan kimada Ten Hagmada, Ten Hag edi o'sha paytda. Mana shuni to'g'ri, har bitta holat individual. Sabablar har xil bo'lishi mumkin, lekin umumiylik bor-da, hammasida uzviylik bor, bir-biriga bog'liqlik bor. Shu voqeada mana hamma turlicha fikr bildirdi. Unaqa qilish kerak, bunaqa qilish kerak, u haq, bu haq. Jamol aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu siz Liverpulning muxlisi sifatida ham masalan aytsangiz bo'ladi. Shu kelishuv va hammasi go'yoki bo'lmagandek davom etib ketgani to'g'ri bo'ldimi jamoa uchun ham? Yo'q, unaqa bo'lmadi hali. Hali hammasi unaqa bo'lmadi. Hozir vaziyatdan endi bari professional, Slot ham, Muhammad Saloh ham professional, vaziyatni to'g'ri tushunib, hozir shu qarorga kelishdi. Hozir mavrid emas, bu hozir mavrid emas, lekin bu dars ketgan muhabbat birdan yana qayta anaqa bo'lib qolmaydi. Klub bilan ham bo'luvdi, mana klub bilan ham bo'luvdi, klub ketdi. Endi klub bilan bunaqa ochiqcha bo'lmadi-da. Intervyular bo'lmagan, lekin aniq kadrga tushgan, masalan, Saloh nimalardir e'tiroz bildirgan ochiqchasiga maydonda. Endi u yerda nima desam ekan, qanaqadir klub ham Saloh ham o'zini yaxshi tutdi. Masalan, klub shu paytgacha u voqealar haqida bironta joyda bayonot ham bermadi, u narsaga qaytmadi ham. Bir anaqa ham qilmadi, endi urg'u bermadi. Saloh ham u masalalar xuddi bo'lmagandek. Hozir endi masalan 2 yil avvalgi gaplar haqida hech gap bo'lmagandek, lekin klub bilan Saloh o'rtasida muammo bo'ldi va Saloh u davrda bunaqa ko'p zaxirada ham qolmadi-da. Bu yerda 3 ta o'yinda zaxirada qoldi. 4-o'yinda umuman qaydnomaga kiritilmadi, adashmasam. Lekin bir narsa deyish qiyin, kimning tarafida bo'lish. Masalan, natijalar bo'lmagandan keyin baribir tarkibda o'zgartirishlar qiladi-da, murabbiylar qilgan har doim. Chunki natija Salohdan emas, undan talab qilinadi. Undan talab qilinyapti va Saloh o'sha o'tgan yilgi Saloh aytayapti, o'tgan yil biz kelishganmiz, unaqa edi, bunaqa edi, men himoyaga qaytmayman. Oldinda yo'q, o'sha o'tgan yilgidek gollar urib tursang, hozir ham senda muammo bo'lmasdi, hech kimda muammo bo'lmasdi. Mavsum bilan mavsumning farqi bor. Odam o'zini o'yiniga savol berish kerak-ku, nima qilyapman deb. O'tgan mavsum men shu 13 ta turda nechta gol urdim, nechta assist berdim, hozir nima qildim. Endi shundan Slot majburda, gap bu yerda faqat Salohda emas. Boshqasi bo'lsa ham almashtirardi. Balkim Salohdek Van Dijk ham aybdordir. Van Dijk ham hozir o'tgan yilgida qilmas, umuman taniganimizdan beri bunaqa Van Dijk ko'rmaganmiz. Yomon mavsum juda. Shuning uchun qiyin, lekin men o'ylayman biri ketadi baribir. Mana siz bo'lganingizda murabbiy deylik, mana Salohdek yulduzingiz bor. Slot qilgan ish qilarmidingiz? Qilardim, majburman. Murosa madora. Yo'q, murosa qilmasdim. Murosa qilmasdim. Mana garchi shunaqa intervyu chiqdi, bitta qo'l ostida. Yo'q, murosa qilasiz. Endi birinchidan hozir janjal ortiqcha, mana ochiqcha baribir oilada jamoaviy o'yin-ku bu futbol. Oilasiz. Masalan, oilangizda gapni ko'chaga chiqishini xohlamaysiz-ku, o'zingiz ichkarida hal qilishni xohlaysiz. Bu murosaga bu yerda ikkalasi emas, klub. Bu yerda klub rahbarlari bor, jamoa bor. Hozir shu ulardan qanaqadir reaksiya bo'lgan va ikkalasi hozircha murosada bo'lib turibdi deb o'ylayapman men. Lekin bu to'liq murosa yaxshi bo'lib ketish uchun natijalar kela boshlash kerak. Xuddi kechagidek bitta g'alaba emas, ketma-ket 6-7 g'alaba bo'lsa, City'ga o'xshab. Bu baxtli bo'lib ketishi mumkin. Lekin baribir ikkala shaxs sifatida ikkalasining o'rtasida nimadir uzildi. Buni tiklash juda qiyin. Bunga endi mavsum oxiriga agar bir qanaqadir yaxshi natijalar qilsa Liverpool yo'q bo'lib ketishi mumkin. O'sha payt mayli shunaqa qildik deyish mumkin. Lekin men o'ylayman ko'p ehtimol yanvarda hal bo'ladi. Mana shunaqa holat biror klubda ro'y bersa, mana deylik shu vaqtinchalik murosa deylik, boshqa aspektlarni hisobga olganda
bu pretsedent tug'dirmaydimi? Ya'ni boshqa o'yinchilarda ham shundan o'rnak andoza olish degan narsa paydo bo'lmaydi Endi klubda? anaqa vaziyat qanaqa baholanishiga, uni qanaqa targ'ib qilinishiga qarab. Hamma odam har xil 25 ta har xil odamingiz bor. Yo'q. Saloh shunaqa qilibdi, men ham gapira olmayman deb ertayapsiz. Yo'q, endi u Saloh gapiradi, biladi-yu, masalan Saloh gapirgani bilan ertaga Frimpong gapira olmaydi-da uni. Chunki Salohga kechirilgan narsa baribir Salohning Liverpool bilan 300 nechtadir o'yini bor, qilgan natijalari bor-da. Hozir Saloh darajasida tarkibda bironta futbolchi yo'qdi. Liverpoolga shuncha mehnat singan. U o'ziga ham shu narsa alam qilyapti-da unga. Masalan, ba'zida menga anaqa qilinish kerak deganday muomala qildi. Ha, imtiyoz berilishi kerak deganday muomala qildi-da. Endi u imtiyoz hali ham Liverpool imtiyoz beradigan jamoalarga bir xil jamoalar bor. Umuman masalan Sergio Ramoslar qanaqa ketdi, Iker Casillaslar Realdan qanaqa ketdi. Ronaldo bilan xayrlashishmadi ham-ku. Imtiyoz klub zararga bo'lmasligi kerak. Ha, mana ko'pincha hamma har xil qabul qiladi. Masalan, hozir kimdir Slot tarafda, kimdir Saloh tarafda, kimdir Liverpool. Masalan, Liverpoolning muxlisi uchun ikkalang ham yo'qol deyish mumkin-da. Ikkalang ham yo'qol, izing qoldirma. Sharmanda qilyapsan deyish mumkin-da. Bitta nima, boshqa futbolchi yo'qmi, boshqa murabbiy yo'qmi dunyoda degan gapni ham muxlis sifatida aytish mumkin. Kimdir agar Liverpoolning obro' sha'nini ikkalasidan ham yuqori qo'yadigan bo'lsa, bu yerda baribir men bunaqa voqealarda o'zi ko'proq murabbiylar tarafda bo'lgan yaxshiroq. Lekin murabbiyning ham xatosi. Baribir shu muammolar uning to'g'ri boshqara olmayotganligidan. Agar rostdan ham hamma narsasi joyida bo'lsa, bunaqa gap chiqmaydi. Masalan, o'tgan yilgi holat Cityda. Bundan 5 battar yomon edi. Natijalar boshqalarda. U endi o'tda ruhiy holat va bosim edi. Asosan Guardiola o'ziga. Ammo chiqmadi-yu. Ha, hech kim chiqib anaqa Guardiolaga qarshi chiqmadi, bir narsa qilmadi-ku. Klub rahbariyati ham shunda muxlislar ham unaqa chiqmagan bo'lishi mumkin. Ha, klub baribir mana klubda bundan battar bo'lgandir munosabati Saloh bilan. Chiqmadi-ku deyapman. Baribir balkim klubning darajasi endi baribir uning obro'si Slotkidan bir necha barobar yuqori-ku. Shu ham ta'sir qiladi o'zi gapirishga. Bu yerda endi Slotni mensimaslik ham bo'lishi mumkin Muhammad Saloh tarafdan-da. Ronaldo ham masalan Solskjaer paytida gapirmadi, boshqa paytda gapirmadi. Yo'q, Solskjaer emas, bayli Solskjaer haqida gapirish mumkin edi. Aytaylik, Ancelotti haqida yoki Mourinho haqida muammo Mourinho davrida ham bo'lgan-ku masalan. O'shanda endi baribir yo'q, Solskjaer United afsonalaridan biri, ularga qarshi gapirmadi-ku. Ten Hagga haddi sig'yapti-da. Shunaqa Salohniki ham Slotga haddi sig'ayotgandir-da. O'zani kimida Avstriyalik keluvdi-yu, o'sha bilan ham chiqishmagan-ku Ronaldo. Ralf Rangnick bilan. U kelganda o'zi konflikt bo'lib, keyin Rangnick ishlamayman deb ketgandi-yu. Mayli, Saloh mavzusiga qaytamiz. Haliga siz nima deysiz bu borada? Fikringiz qanaqa? Misol uchun bitta o'yinchi agar isyon qilsa, tabiiyki klub murabbiy tomonidan bo'ladi, o'zi odatda. O'sha Ten Hag voqeasida ham Ronaldo bo'lgan-ku. Narigi tomon. Ten Hag Slotni chempion qildi. Ten Hag chempion ham qilmagan. Bar Slot qanaqadir qanaqasi bor, vazni bor-da hozir. Lekin ko'pchilik bo'lsa Realdagi isyonlarda, boshqalarda, Chelseada bo'lgan oldi azarlar qilgan Fabregaslar Kostalar bo'lgan paytda. Unda murabbiyni ketkizishadi, iloji yo'q. Chunki futbolchilar tanlanadi ko'pchilikda. Ha, ko'pchilik. Men boshida Salahdan juda jahlim chiqdi o'zi. Chunki birinchidan atrofida normal odamlar yo'qmi, to'g'rasida. Shifokor yo'qmi buning atrofida? Nimaga bunaqa shuncha pul topgan, shuncha mediani bir katta yulduzi bo'lganiga bir tuzukroq yo'l taklif qilishmadi. Maslahatgo'y. Lekin mana hozir tugadi-yu voqea deyarli. Hal bo'lmagandir, lekin mana kecha o'yin tugagandan keyin Salah chiqdi-da. Yana o'sha norvegiyalik reportyor boshqalar turibdi. Uchraganiga intervyu bergan edi-da, o'sha norvegiyalik odamga. Shunchalik zarur bo'lganki, odam tanlab o'tirmagan. Agar odam topolmasa uyda borib YouTube'da chiqardi. U to'lib turgan payt ekanda. Men boshqa narsa deb o'yladim. Odam ular ko'p endi. Nima deysan, baho berasan desa 2 haftada 2 ta ortiqchalik qilar deb kulib o'tib ketdi. Men shundan xulosa qildimki, o'zi Salah bu narsalarni
maqsadan qilgan. Maqsadan qilganki, birinchidan Salah 33 yoshi ham 92-yil tug'ilgan, 34 kirgan futbolchi. Va juda ko'p murabbiylar bilan ishlagan. Futbolni ham tushunishiga da'vosi bor o'zini. O'tgan yili jamoada baribir 5 tacha futbolchi bo'lgan, unga yordam bergan. Salah dahshat o'ynagan, eng zo'r mavsumi menimcha. Hammasini Yo'qotib qo'ydi. Transfer bozorida yo'q qilishdi. Sabaslayni ham yo'q qilishdi va butunlay boshqa futbolchilarni olib kelib Salahni yana 1 yil qaragan Salahni pressingda o'ynadi deb turishdi. Ya'ni bu joyda meni aybim emas deb turibdi. Lewandowski uchun sharoit qo'ydi Barselonada turibdi-da. Yosh katta futbolchilar.